O'zbekistonda 500 ming gektar yer chigirtkalar bosqiniga uchradi. So'nggi haftalarda O'zbekiston bo'ylab fermerlar va bog'bonlar bir xil muammo haqida gapiryapti. Yerda chigirtkalar soni keskin ko'paydi. Hozirda ularning tarqalishi 500 ming gektardan oshgan. Bu tasavvur qiling, 700 dan ortiq futbol stadioniga teng maydon degani. Va bu oddiy holat emas. Bu dehqonchilik, oziq-ovqat va narx-navo xavf ostida degani. Ayniqsa Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax va Farg'ona vodiysida ko'plab dalalar, ayniqsa g'alla, paxta, mevali bog'lar shikastlanmoqda. Videoda ko'rib turganingiz bu odatiy o'tloq emas. Bu minglab chigirtkalar bilan to'lgan dalalarning real holati. Ayrim joylarda odamlar har kuni ertalab dala eshigini ochib, to'g'ridan-to'g'ri zarar kunandalar ustiga chiqib qolishyapti. Ekologiya mutaxassislariga ko'ra, bu yil chigirtkalar soni iqlim o'zgarishi sababli avvalgidan 2 barobar ko'p. Bahorda namlik uzoq saqlanib qoldi, yoz issiq bo'ldi. Bu sharoit aynan ularning ko'payishi uchun ideal. Shu sababli respublika bo'ylab 200 dan ortiq maxsus brigadalar kun-tun ishlamoqda. Traktorlar, texnikalar, zaharli dori vositalari barchasi ishga solingan. Ammo bosim ortmoqda. Ayrim hududlarda kurash yetarli bo'lmayapti. Bundan ham xavotirlisi, bu holat oziq-ovqat narxlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar dehqonlar hosilni yo'qotsa, bozorlarda un, kartoshka, sabzi yoki meva-cheva narxi ko'tarilishi aniq. Ya'ni bu faqat dala egalari muammosi emas, bu har bir oila stolidagi non narxiga ham ta'sir qiladi. Aynan shuning uchun bu masalaga birdamlikda yondashish zarur. Agar sizning hududingizda ham chigirtkalar ko'paygan bo'lsa, bunga befarq qaramang, mas'ullarga xabar bering. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qiling. Chunki bu muammo umumxalq muammosiga aylanish arafasida. Agar bu kabi yangiliklar siz uchun muhim bo'lsa, videoga like bosing, izohda o'z hududingizdagi holat haqida yozing va kanalga obuna bo'ling. Siz bilan birga O'zbekiston haqiqatlarini yoritishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.